Bugun sizlar bilan birgalikda tandirda non yopamiz. Sut uchun uzoqqa borib o'tirmaymiz, chunki bir devor qo'shnimizda sigir bor. Anchadan beri nonni sotib olib yeyotgan edik, lekin ayam kelib, ko'payishib qolib, bugun non yopishga qaror qildik. Ayammi 10 yildan beri endi non yopishi, men bo'lsa mustaqil umuman yopib ko'rmaganman. Chunki bunga zarurat bo'lmagan, oilada ko'pchilik bo'lganimiz uchun mendan kattalar buni qishlarda o'zi qilar edi. Menga navbat kelganda bo'lsa nimagadir non yopishga ehtiyoj qolmagan. Ya'ni sotib olib yeganmiz. Dadam orada novvoychilik qilgan, o'sha yerda non kelar edi. Xullas meni yelkamga non yopish majburiyati tushmagan. Lekin bu qiyin ish emas. Odamni boshiga tushsa, harakat qilsa eplaydi. Bugungi nonni bo'lsa, xamirini men qilib berdim. Ayam bilan birgalikda yasadik. Tandirga ayam o't qo'ydi, u yog'iga men yonida turdim. Nonga tegirmon unidan foydalangan yaxshi, lekin biz birinchi sort undan qilganimiz uchun yoyishga ancha qiynaldik va shu bilan mazali non tayyor bo'ldi. Ta'mi zo'r, ko'rinishiga bo'lsa o'zinglar baho beringlar.